Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana bugun Andijon viloyati Xolis klinikasiga tashrif buyurdik. Bu yerga Core modeldagi 300 kilovatli 3000 kvadrat metr joyni isitish quvvatiga ega kotelyolimizni dastavka qilib yetkazib bergandik. Mana hozir yoqish va tushuntirish ishlarini olib borish uchun yetib keldik azizlar. Isitishimiz kerak bo'lgan binomiz mana shu hamda bu mana bu orqa tomonlarimiz hisoblanadi. Maydonimiz juda ham katta. Bu yoqda birinchi, ikkinchi bu ko'p tarmoqli klinika hisoblanar ekan. Hammasi motorga qo'ymasdi. Kotelyolimiz chiroyli holatda qo'llanyapti. Kotyol bo'lsa mana shunaqangi bo'lsa. Kotyolimizni ichki to'sqichini qo'ydik hozir. Eshikni yopaveramiz aka. Hozir kotyolimizni ichki to'sqichlarini qo'yib, eshigini yopdik. Yoqanimizga mana 35 daqiqa, yarim soatdan ozgina ko'proq vaqt bo'ldi. 44 gradusga ko'tarildi. E'tibor berib qaraysizlar. Kotyolimizni ichida 3000, 4000 gradus bo'lishiga qaramasdan mana eshiklarimizda hech qanaqangi tutun yo'q. Kotyolda aynan atrofi o'chirlik bo'lgan. Bemalol eshikni qo'l bilan ushlab turishingiz ham bo'ladi. Kotyolning yonlari, teva qismi, orqa hamda oldi qismi har tomonlama o'chirlik bo'lgan. Issiqlikni tashqariga chiqarib yubormaydi, tashqaridan sovuqlikni ichga o'ziga ham olmaydi azizlar. Yana bitta e'tiborli tomoni shahar markaziga bo'lishiga qaramasdan mana hech qanaqangi